alaykum hurmatli talabalar. Bugun geografik axborot tizimlari fanining birinchi amaliy mashg'uloti, ya'ni ArcGIS dasturi interfeysi bilan tanishish va funksiyalarni o'rganishga bag'ishlangan video darsimizni o'tkazamiz. Bunda o'tgan safargi, ya'ni ArcGIS 10.8 versiyali dasturiy ta'minotini o'rnatganimizdan so'ng, ana endi u dasturda boshida tanishish, modullarni o'rganish, qanaqa funksiyalarni bajarsa bo'ladi, menyular qatori qanaqa ko'rinishda bo'ladi, qaysi modul nima uchun xizmat qiladi, bugun aynan shu vazifalarni ko'rib chiqamiz. Buning uchun biz birinchi navbatda pusk menyusiga bosamiz. Puskga kirganimizdan so'ng dasturlarni ochib olishimiz uchun C nuqtasini bosamiz va bizda ArcGIS, ya'ni alohida papkamiz ko'rinib turadi. Biz bu yerda ko'rishimiz mumkin, ArcGIS dasturini o'rnatganimizda, 18 dasturini o'rnatganimizda bizda bu yerda bir nechta modullar va kerakli alohida ilovalar o'rnatilgan. Birinchi navbatda ArcCatalog 10.8 biz bu moduldan foydalanamiz. Bundan keyin ArcGlobe 10.8, ArcMap 10.8, ArcSkin 10.8 modullardan asosan foydalanamiz. Qolganlari barchasi esa yordamchi modullar va fayllar hisoblanadi. Har doim biz, ya'ni sohada geodeziyada bo'ladimi, kartografiyada bo'ladimi, yoki kadastrda bo'ladimi, yoki geografiyadami, gidrologiyadami, geologiyadami bo'lganda biz ma'lum bir karta yoki plan yoki sxematik karta yaratayotganimizda aynan ma'lumotlar bazasi bilan ishlashga zarur bo'lgan paytda shu dasturiy ta'minotdan ArcGISdan foydalanamiz. Bunida alternativ dasturlari bor, QGIS, WebGIS, lekin hozirgi kunda dunyoda eng ko'proq mashhur va modullari universalroq yaratilgan bu ArcGIS dasturi hisoblanadi. Va shundan biz birinchi navbatda ish boshlayotganimizda albatta ArcCatalog dasturi, ya'ni modulidan foydalanamiz. ArcCatalog moduliga kirib olamiz. Kirganimizda bizda xuddi shunday oyna ochiladi, ya'ni ArcCatalog folder connections yozuvi chiqadi. Bu yerda modul nomi va aynan papkalarga bog'lanish, ya'ni yo'nalish va menyular satrida qatorda bizda file, edit, weave, go, geoprocessing, customs, windows va help menyular satri turibdi. Bunda bizda asosan foydalanadigan joyimiz xuddi shu ko'rinishda qolgan joylarga tegmasdan katalog tree, ya'ni katalog daraxtidan foydalanamiz va bizga kerakli bo'ladigan joyi ham shu bo'ladi. Aynan bizga ArcCatalog dasturi, ya'ni moduli nima uchun xizmat qiladi? Bu modul orqali biz ma'lumotlar bazamizni shakllantirib olishimiz mumkin, ya'ni yaratib olamiz. Bu yerda umumiy ko'rinishini yaratib olamiz va bundan so'nggina qolgan modullarda ArcMap, ArcGlobe, ArcSkin modullarida ishlashimiz mumkin. Biz foydalanadigan bu yerda joyimiz asosan katalog tree va folder connectiondan foydalanamiz. Biz folder connectionga bosganimizda bizda nechta disk bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mo'y kompyuterga kirganingizda o'zingizda, misol uchun bu kompyuterga kirganda 3 ta disk turibdi. C, I, F disklari bor, bu yerda joylashgan mana. Va aynan folder connectionda xuddi shu disklar bu yerda turadi. C, I, F disklari bu yerda ko'rinib turadi va qaysi disk bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, aynan o'sha diskka murojaat qilasiz va o'sha diskda siz ma'lumotlar bazangizni yaratishingiz mumkin. ArcCatalog asosan funksiyasi shundan iborat. Qolgan funksiyalari biz uchun shart emas. Xo'p, bu modul bilan tanishib bo'lganimizdan so'ng biz keyingi modulga o'tamiz. Keyingi moduli bizda bu yerda asosan ishlashimiz uchun bizga ArcMap moduli kerak bo'ladi. Odatda bu ArcMap modulini ArcMap ilovasi deyishadi, moduli deyishadi. Turli xil dasturchilar, ya'ni bu sohada ishlovchilar turli xil so'z bilan olib borishadi. Ba'zilar ArcMap dasturini o'zini dastur deyishadi. Bu ham xato emas. Xo'p, ArcMap moduliga kirganimizdan so'ng bizda ArcMap Getting Started oynasi ochiladi va bu yerda sizlarga blank map, ya'ni kartani yaratish uchun sizlarga umumiy shablon beradi.
va OK bosib yaratib olishinglar mumkin. OK bosdinglar, sizlarda pustoy ekran bo'ladi. Ya'ni ekraningizda bo'sh holatda va menyular satr qatori turgan bo'ladi. Ba'zi bir funksiyalari qo'shilgan bo'ladi va bu yerda table of contents, ya'ni siz qo'llaydigan, siz foydalanadigan stoylarni, ya'ni qatlamlarni bu yerda qatori ko'rinib turadi va qaysi ma'lumotlar bazasi bilan ishlashinglar, ularning ko'rinishi, qanaqa holatda va barchasini ko'rishingiz mumkin. Odatda bu yerda bizda foydalanayotganimizda ArcMap dasturida, ya'ni modulidan foydalanayotganimizda Arc katalogda yaratib olgan dasturimizni bu yoqqa qo'shib olamiz va bu uchun bizda add data degan alohida funksiyasi bor. Bosganimizda bizga to'g'ri qaysi bazaga boradigan bo'lsak, aynan o'sha bazaga ochib beradi yoki bu yoqda agar ko'rsatilmagan bo'lsa, yana qo'shimcha bu yerdan tanlashingiz mumkin. Mana login-da, ya'ni qaragan shu joyga bosib buyruq beryapti. Buyruqni bosganingizda mana qaysi tomonga ochgan bo'lsangiz, aynan shu joyga ochib berishi mumkin. Xo'p, bundan so'ng bizda bu yerda foydalanadiganimiz odatda editor va georeferencing buyruqlardan ko'p foydalanamiz. Kartalarni yaratayotgan paytda yoki ular bilan ishlayotgan paytda, ularni kosmosnimka bilan topografik kartani bog'layotgan paytda. Shuning uchun bu buyruqlarimizni biz odatda menyular qatoriga olib chiqib qo'yishimiz zarur. Dasturni yangi o'rnatganingizda bu bizda editor va georeferencing buyruqlarimiz menyular qatorida bo'lmaydi va buni biza customsga kiramiz. Bu yoqdan toolbarsga bosamiz va editor bilan georeferencing buyruqlariga pechka qilib bittadan belgilab qo'yamiz. Shunchani bir marta bosganimizda mana yo'qoldi. Hozir bu yerda mana georeferencing yana bitta bosamiz va hosil bo'ldi. Yoqib qo'yishimiz kerak. Bundan tashqari, misol uchun sizlar bazada ishlayapsizlar, ya'ni ArcMap modulda ishlayapsizlarda, bazada nimadir sizlar qo'shimcha qilishingiz kerak. Bitta zo'r funksiyasi bor. Arc katalogga aynan ArcMap ilovasi orqali ham bog'lansanglar bo'ladi. Buning uchun alohida Arc katalog buyrug'ini berib qo'ygan, ya'ni katalogga bosganingizda sizda o'ng tarafdan chiqib ochilib turadi. Misol uchun avtomobil yo'llarini kartasini, loyihasini qilyapsizlar, chizib chiqyapsizlar va sizlarga ichki yo'llarni qatlamini yaratmagansizlar. Va aynan shu qatlamni yaratish uchun biz yana ArcMap ilovasini yopib, Arc katalogga o'tib, bu yoqdan yana qatlam qo'shib olib, ichki yo'llar qatlamini qilib, yana bu yoqqa ArcMapga o'tish shart emas. Aynan ArcMap ilovasini o'zida, ya'ni katalogga kirib, kerakli ma'lumotlar bazamizga yangi qatlamimizni saqlab olsak bo'ladi. Xo'p. Va ArcMap modulimizning interfeysi xuddi shunaqa holatda bo'ladi. Foydalanadigan asosiy jihatlarimiz table of contents, editor, georeferencing bo'ldi. Katalog kerak bo'lgan payt katalogda va add datadan saqlayotgan paytimizda fayldan saqlashimiz mumkin, ya'ni save qilib saqlab ketishimiz mumkin, save as qilishimiz mumkin va uni nusxasini saqlab qo'yishimiz mumkin. Qolgan joylari hozircha shart emas, sababi keyingi darslarimizda bizda aynan ish jarayoni ketayotgan paytda alohida menyular bilan tanishib chiqsak bo'ladi va maqsadga muvofiq bo'ladi, sababi esingizda ham ko'proq qoladi. Xo'p, biz fayldan chiqib ketayotgan paytda hech qanaqa o'zgartirish kiritmaganligimiz uchun no qilib chiqib ketaveramiz, bizga kerak emas. Bundan keyin biz qo'llaydigan yana bir modulimiz bizda ArcSkin moduli hisoblanadi. Bu modul bizga nima uchun kerak? Biz 3D karta qilmoqchimiz. 3D karta qilishimiz uchun ma'lumotlar bazamizni Arc katalogda yaratamiz. Arc katalogda yaratganimizdan keyin uni 2D ko'rinishini va balandligini, biz ArcMapda chizib bog'lay olamiz va uni 3D ko'rinishiga o'tkazish uchun ArcSkin moduliga o'tishga majbur bo'lamiz. Sababi bizda ArcMapda 3D ko'rinishini ko'rsatib bermaydi. Bu alohida modul hisoblanadi va aynan 3D bilan ishlash uchun ArcSkinga yoki animatsiya qilish uchun ArcSkin moduliga o'tamiz. Video show o'tkazishimiz uchun, misol uchun ArcSkin moduldan foydalanamiz. Xo'p, interfeys, buni ham interfeysi ArcMapga o'xshashroq bo'ladi. Bu yerda ham add data bor, table of contents bor,
katalog bor, alohida qo'shimcha biz qatlam qo'shib olishimiz uchun customsga kirib toolbarsga kirsanglar, bu yerda faqat asosan 3D bilan ishlaydigan bizda qatlamlar joylashgan bo'ladi va o'zgarishlar asosan mana navigate bizda misol uchun fly qo'yib yuborsanglar, bu yerda xatgadir misol uchun yo'nalishni bersanglar o'sha joy ko'rsatadi. Navigate'da bizda 360 gradusda ko'rsanglar bo'ladi bu yerda. Lupadan foydalansanglar va qo'l bilan bu kartani, ya'ni 3D qilgan sxematik kartalar bo'ladimi u yoki ma'lum bir relief balandlik kartasi bo'ladimi hududni shuni ko'rsanglar bo'ladi. Asosan menyulari qatori xuddi shundan tashkil topgan. Faylga kirasizlar, bu yerda ham yangi fayl sozat qilsanglar bo'ladi, ya'ni yaratsanglar, eski faylni otsanglar bo'ladi o'zingizlarning papkalardan. Saqlash, qanday qilib saqlash, ya'ni va kopiyasi. Odatda save as bizda qo'llaniladi. Mana o'tgan safargi darsimizda aytganimizdek 10.8 yoki 10.6.1 versiyasini o'rnatishingiz mumkin deb aytilgandi. Bunda 10.8 da yaratilgan bizda qatlamlar bo'ladimi, u yerda faylimiz bo'ladimi, uni biz save as qilib 10.6.1 ga o'tkazishimiz kerak. Sababi kimdadir qaysidir talaba yoki misol uchun universitetda o'rnatilgan kompyuterda 10.6.1 versiyasi o'rnatilgan bo'lsa, ArcGIS dasturini sizlarda yangi 10.8 da ishlab turib 10.6 ga olganingizda ochmay qoladi. Ya'ni sizlarda shunaqa yozuv chiqadiki, bu fayl 10.8 versiyasida yaratilgan degan va aynan shu fayllarni ocha olmay qolasizlar. Shuning uchun odatda save as qilib saqlab olishingiz kerak. Ya'ni eskiroq versiyaga yoki yangiroq versiyaga. Hop, ArcScan moduldan chiqamiz va keyingi modulimiz bizda ArcGlobe moduli hisoblanadi. ArcGlobe modulida ishlayotgan paytda va ArcScan modulida ishlayotgan paytda biz albatta, ya'ni ma'lumotlar bilan ko'proq ishlaymiz. Shuning uchun bizda qo'shimcha hisoblangan video adapterimiz, ya'ni video kartamiz ishga tushadi va bosim kuchayadi. ArcGlobe'da mana kirganingizda yer sharini to'liq ko'rsatib turadi. Ya'ni umumiy 3D holatda, to'liq vizualniy holatda sizlarga ko'rsatib beradi. Bu yerda ham File, Edit, Weave, Bookmarks, Selection, Geoprocessing, Customs, Windows Help turadi. Customsga kirsanglar, Toolbarsga kirsanglar, bu yerda ham ArcScanga yaqinroq, lekin o'zini alohida KML, misol uchun menyusi bor. Bu yerda bu nima uchun muhim sanaladi? Shu narsani aytib o'tib ketish kerak. Kosmik suratlar bilan ishlayotgan paytda sizlar koordinatalarni KML, KMZ holatida saqlab olishingiz mumkin. Ana o'sha saqlab olgan koordinatalarni bu yerdan foydalansanglar bo'ladi. Ya'ni Google Earth'da oldinglar, koordinatani oldinglar, qaysidir qismnikini, hududnikini va ArcGlobe'da ishlayotgan paytingizda shu joy hududda sizlar aynan shu koordinatalarni KML qilib saqlab olganinglarni bu yoqda qo'shib foydalansanglar bo'ladi. Bundan tashqari yana bu yerda ma'lumotlar bazasiga kelib taqaladi ArcCatalogga. Sababi sizlar ArcGIS dasturini ishlatayotgan paytingizda albatta ma'lumotlar bazasini yaratasizlar va barcha qolgan modullar ArcCatalogsiz ishlamaydi. Ma'lumotlar bazasi bo'lmasa sizlar bu modullardan foydalana olmaysizlar. Sizlarga birinchi navbatda baribir ArcCatalog moduli kerak bo'ladi. Hop, interfeysda bu yerda ArcToolbox, Search, ya'ni qidirish, Table of Contents alohida, xohlasangiz buni bekitsanglar bo'ladi, xohlasangiz ochib qo'ysanglar bo'ladi bunda. Va faylda yana odatiy umumiy barcha modullardagi turadi bu yerda ham. Hop, interfeyslarda unaqa murakkab jarayon yo'q, murakkab buyruqlar yo'q. Asosan bajarayotganda oddiy sodda tuzilgan interfeys. Ortiqcha murakkab joylari yo'q. Ya'ni ish jarayonida ham sizlarga qiyinchilik, murakkabchilik keltirib chiqarmaydi bu yerda. Hop, ArcGlobe modulini ko'rib chiqdik. Hop, nima uchun bizga kerakligini va endi umumiy oladigan bo'lsak, bizda ArcGIS Administrator, ArcGIS Desktop Help, Web Help,
ArcGIS Document Defragmenter, yana Pythonga Model Docs, MXT Doctor, Python Command Line va Python Manuals. Ya'ni boshida mana dastur o'rnatayotganimizda o'tgan videomizda ko'rdinglar, Pythonni alohida o'ziga moslashtirib o'rnatib ketdi. Sabab nimaga? Sabab ArcGIS dastur ham boshqa dasturlarga o'xshab bizada kodlar bo'yicha ishlaydi. Ya'ni har bitta qilayotgan ishingizda kod terilgan holatda bo'ladi. Ya'ni Pythonga bog'liq joyi bo'ladi baribir. Xuddi shu uchun ham bu yerda alohida Python uchun modullari turadi kodlashtirish. Shu bilan bugungi darsimizda, ya'ni ArcGIS 10.8 dasturini bizada interfeysi bilan tanishish va funksiyalarni o'rganishda qisqacha ko'rib chiqdik. Keyingi amaliy ishlarimizda har bitta amaliy ish bajarilayotgan paytda yanada mukammalroq, chuqurroq kiriladi. Qaysi menyularni foydalanilayotgan paytda, qo'llanilayotgan paytda bu yanada chuqurroq o'rganishingiz uchun. Xo'p, shu bilan bugungi darsimiz o'z yakuniga yetadi. Hammanglarning e'tiboringiz uchun rahmat.